Hem haydik chunki bugun kitob tayyorlaymiz. Bu yerda hozir opacham nimadirlarni to'g'rayapti. Tez qilyapman deb o'ylayapti, lekin shunaqa tez qilayotgani yo'q, просто videoni tezlashtirib qo'ygan. Mana ozvuchka qilib berishim uchun majburladi. Endi ovqati tayyor bo'lgunicha Bavini olib iqoma qilib o'tib ketyapti. Ko'proq Bavini ishlatadi, bilmayman, buncha yaxshi ko'radi bu opacham. Bavini qaynagan suvga solyapti, tovoq, cholgan va oshxonani sochiqlarini yuvishga o'tib qo'yyapti. Va rezultatini ko'ramiz. Haqiqatdan ham maqtaganchalik bor ekan. Shunaqa darajada ko'pirib ketdi, даже allergiya bermas ekan qo'lga. Даже sochiqlarimizni kirini shunaqangi o'ziga shimvolar ekan, tortib olar ekan. Cholg'imda, tovoqda dog' degan narsani o'zi qilmadi. Bavini maslahat beraman, olib ishlatib ko'ringlar. O'zinglar ham ko'rasizlar, sinovdan o'tgan mahsulot. Negativchilar diqqatiga biza barterga reklama uchun Bavidan pul olmadik. Va nihoyat shuncha azbuchkadan keyin opachamma firmenniy qurtob taomi tayyor bo'ldi. Olinglar. Bizdagi esa yoqimli ishtaha. Mazza qilib endi yevanamiz. Sizlar esa podpisatsiya, like, komment yozib o'rtog'iliga jo'natib qo'yinglar.